Bu ayetler bizga nima ish qilishimiz kerak ekanligini, nimalarga diqqat qilishimiz kerak ekanligini, bizning kim ekanligimizni, mas'uliyatimizning nima ekanligini, mas'uliyatimizni ado qilmasak nima bo'lib qolganligimizni va shundaqla bu mas'uliyatni ado qilish jarayonida biz duch keladigan imtihonlarni bayon qildi. Taxafuna yataxattafakumun nas. Sizlarning, ya'ni dushmaninglarning sizlarni tezlikda tutib achikishidan qo'rqatdilar. Qo'rqam dedi, hali birisi kelib achikitami, hali birisi tutib olami deb ansiramto, dal ansiram. Alloh subhanahu va taolo oyatda dal bizni sifatlab o'tadi. Özünün bir zulümden qutulgan bir milletning avlodi ekanligini unutsa, özünün boshqa milletlarga o'xshash xiyol yasasi bo'lmaydiganligini esidan chiqarsa, tijoratchilarimiz o'zining bir mazlum millatning tijoratchisi ekanligini unutib, boshqa bir davlat va xotirjam millatga o'xshash bir kishilik ish bilan bo'lib ketsa, ziyolilar o'zining bir kishilik turmushi bilan bo'lib millat oldidagi vazifasini ado qilmasa, qalamini ishlatmasa, bu vaqtda nima bo'ladi? Alloh subhanahu va taolo oyatning davomida bu xil kishilarning ismini atab qo'ydi. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh qarindoshlar. Hammalar xush keldinglar. Biz bugun Allohning rahmati va fazli bilan yangi bir darsimizni boshlaymiz. Bu darsimizning ismi nima desanglar, Uyg'urga tushgan oyatlar. Bu isimni anglab balkim hayron qolgan bo'lishinglar mumkin. Uyg'urga tushgan oyatlar bormi Qur'on Karimda? Albatta Qur'on Karimda Uyg'urga tushgan oyatlar bor. Bizga o'xshash mazlum xalqqa tushgan oyat bor. Va shundaqla bizga o'xshash mazlum xalq nima ish qilish kerak ekanligini ko'rsatadigan oyatlar bor. Xuddi arab musulmonlarga tushgan oyat bo'lgandek, xuddi turk musulmonlarga tushgan oyat bo'lgandek, Qur'on Karimdagi oyatlar biz Uyg'ur musulmonlarga tushuglik. Vaholanki biz bugungi kunimizda Qur'onni o'zimizning yiroq hisoblab qolamiz. Va shundaqla Qur'on bilan, ya'ni Qur'onning mazmuni bilan o'zimizning yashayotgan jamiyatning o'rtasida bir musofi bardek his qila olamiz. Nima uchun? Chunki Qur'on Karimdagi oyatlarga bevosita qarag'an vaqtimizda zolimlarning qissa so'zlanadi. Kimning? Fir'avnning. Namrudning qissa so'zlanadi. Qani bugungi kunimizda Fir'avn, qani bugungi kunimizda Namrud ilgari o'tgan kishilar ekan deblam o'tib ketsak, ana shundaq musofilarni qo'yib qolamiz Qur'on bilan o'zimizning o'rtamizga. Vaholanki Qur'on Karimdagi o zolimlarning qissasi bugungi kunimizdagi Fir'avnlarni ko'rsatadi. Va shundaqla Qur'on Karimda Bani Isroilning voqeasi so'zlanadi. Nima uchun? Qur'on Karim faqat tarix kitobi emas u. Bu bizga tushgan oyat u. Qani bugungi kunimizda Bani Isroillar, bugungi kunimizda Bani Isroillar bo'lmasa-mu, xuddi Bani Isroillarga o'xshash zulmning ichidan qutulgan millatlar bor. Dal bizga o'xshash. Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda Bani Isroillarning voqealigini so'zlashi, ey zulmdan qutulgan millatlar, ey nurg'ulgan zulmlardan qutuldirib Allohning rahmati bilan kengir dunyoga chiqqan Uyg'ur millati, agar sizlar Bani Isroillar tushgan xatolarga tushsanglar, Bani Isroillarga o'xshash xatolik o'tkazsanglar, oqibatinglar Bani Isroillarga o'xshash bo'ladi deb eskartish uchun Bani Isroillarning voqealigini so'zlagan. Ya'ni tarix takrorlanadi. Sizlar diqqat qilmasanglar, oqibatinglar shundoq bo'ladi deb Bani Isroillarning tarixi so'zlangan va shuni o'xshagan nurg'ulg'an ummatlarning, xalqlarning tarixi so'zlanadi. Amaliyat u tarixlam emas, dal bizga tushgan oyat. Biz Uyg'ur millatiga tushgan oyat, biz Uyg'ur jamiyatiga tushgan oyat, har bir Uyg'ur musulmon oilasiga tushgan oyat va shundaqla menga tushgan oyat degan mana mush iddia bilan o'qishimiz uchun Qur'on Karimni biz bu darsimizga Uyg'urga tushgan oyatlar degan ismni qo'ydik. Shuning uchun bugundan tortib Qur'ondagi bu oyatlarni tafsir qilgan vaqtimizda, tushungan vaqtimizda his qilasizlar, Qur'on Karim haqiqatan ma oyat menga tushuglik, mening oilamga tushuglik, mening jamiyatimga tushuglik degan iddia bilan o'qisak Qur'on Karimni, biz duch kelgan nurg'ulg'an masalalarga javob beradi. Jamiyatimizda yuz berayotgan nurg'ulg'an illatlarningki yo'qotish, hal qilish yo'llarini ko'rsatib beradi. Bizning millatimiz duch kelayotgan, xuddi bugungi kunga o'xshab qaymoqayotgan paytda bizning nima ish qilishimiz kerak ekanligini Qur'on Karim ko'rsatib beradi. Biz ma oyat menga tushuglik, bizning jamiyatimizga tushuglik degan iddiyada o'qigan vaqtimizda. Ammo musofiq qo'yvasak, biz o Qur'on Karimdan ibrat olmaymiz, dars olmaymiz, chiqishini topolmaymiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda inna hadal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam deydi. Ma Qur'on Karim eng to'g'ri bo'lgan, eng rus bo'lgan yo'lga boshlaydi deydi. Demak, kimlarni boshlaydi? Bizlarni boshlaydi. Shunga Qur'on Karim o'qigan vaqtimizda bundan keyin ma darsni tingshaylik va o'zimiz Qur'on Karim o'qiylik. Ma oyat menga tushuglik, menga nima deyapti? Meni oilamga nima deyapti? Jamiyatimga nima deyapti? Millatimga nima deyapti degan mahal ideyada o'qishimiz kerak. Har birimiz. Mana shunda o'qigan vaqtimizda yuqorida o'tganda Qur'on Karim bizga chiqish yo'l ko'rsatib qolmay, bizningki biz unutib qolgan mas'uliyatlarimizni bizga eslatadi. Biz tuzkorlik qilib salgan gunohlarimizni bizga eslatadi. Bizning kim ekanligimizni eslatadi. Va shundaqla chiqish yo'limizni bizga ko'rsatib beradi. Shuning uchun biz bu darsimizga Uyg'urga tushgan oyatlar degan ismni qo'ydik. Unda bo'lsa biz bugungi birinchi darsimizda bizga tushgan qaysi oyatni o'qiymiz desanglar, biz bugun Sur Anfalning 24-oyatidan 31-oyatigacha bo'lgan mush oyatlarni o'qiymiz. Bu oyatlar bizga nima ish qilishimiz kerak ekanligini,
nimalarga diqqat qilishimiz kerak ekanligini, bizning kim ekanligimizni, mas'uliyatimizning nima ekanligini, mas'uliyatimizni ado qilmasak nima bo'lib qolganligimizni va shundaqla bu mas'uliyatni ado qilish jarayonida biz duch keladigan imtihonlarni bayon qiladi. Demak, Alloh subhanahu va taolo bizga bu hayotni imtihon qilib yaratdi-ya. Qur'on Karimda bu imtihonning savollarini, javoblarini bizning o'tamay qolgan yerlarimizni bayon qilib bergilik. Va shundaqla bu Qur'on Karim menga tushuglik, bizga tushuglik degan ideyalarni o'qisak, bizning kim ekanligimizni deb beradi. Unutib qolgan yerlarimizni deb beradi. Tuzkorlik qilib qolgan yerlarimizni deb beradi. Shuning uchun har birimiz ma darsdagi oyatlar Allohning so'zi men xitob qilyotidi, mening oilam xitob qilyotidi, mening jamiyatim xitob qilyotidi degan mahil zihndan o'qiylik va tingshaylik. Unda o'zi biz darsimizni boshlaylik. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bizga nima deydi Qur'oni Karimda bizlarga? Allah subhanahu wa ta'ala Sur Anfal'ın 24. ayetinde Ya eyyühellezine amenu istacibu lillahi ve lirrasul iza da'akum lima yuhikum. Ey Allah kışangan kişiler deb Allah Taala nida qilyapti, chaqiryapti. Kim Allah kışangan kişiler? Bizlar. Bizning jamiyatimizga musulmonlar, Uyg'ur musulmonlari bizni chaqiryapti. Istacibu lillahi ve lirrasul iza da'akum lima yuhikum. Allah ve Allah'ning elchisi sizni tirildiradigan, haqiqiy hayotlikka erishtiradigan ishlarga chaqirgan vaqtida uning tezlikda javob qaytaringlar, uning tutush qilinglar, uni ijro qilinglar deydi. Bu oyatda shuni ko'ralamizki, Alloh subhanahu va taolo buyurgan shaxsiy ibodatdan boshlab eng yuqorisi jihad qilib bo'lgan ishlarning hammasi bizga hayotlik beradi. Haqiqiy ma'nodagi hayotlik beradi. Bu haqiqiy ma'nodagi hayotlikqa qilingan bir nidoma oyat. Masalan, Alloh subhanahu va taolo va payg'ambarimiz chaqirgan ishlarga qarab boqaylik. Shaxsiy ibodatimizdan boshlab Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda aqimus solata va atuz zakat dedi. Namoz o'qinglar, zakat beringlar dedi. Namoz bizning ruhimizni tirildiradi. Namoz bizning ruhimiz deydigan 5 vaqt tamoq. Namoz o'qimagan odamning ruhi tushkun bo'ladi, oxirida o'sib ruhi churiydi, tushkunlik, xomushlik deganga o'xshagan nurg'ulg'an kasallarga mubtalo bo'ladi. Islom chaqirgan sab aqidachi bizning aqlimizni tirildiradi. Ya'ni xurofotdan, gangrashdan, men nima ish qilaman, men nadin kelgandima, nega boraman degan bu savollarning hammasiga javob berish orqali bizni mohiyatda tirik tutadi va shundaqla tirildiradi. Undan boshqa zikr desak, masalan, qalbimizning ozuqi. Zikrni ko'p aytgan odamningki qalbi tirik bo'ladi. Va shundaqla Alloh subhanahu va taoloninki iqro o'qu degan amiri bir xalqni, bir ummatni tirildiradi. Ondan boshqa Alloh subhanahu va taoloning buyurgan ishlar ham emas, chekilgan ishimi bir hayotlik uchun. Masalan, deylik, Alloh subhanahu va taolo haroqni chekildi. Haroqni chekilishi nima uchun? Bir jamiyatni tirik tutish uchun. Bir jamiyatda haroq, sharob, zaharlik chekimlik ko'payib ketsa, u jamiyat o'ladi. O'lgan bir jamiyatga aylanadi. Bir jamiyat o'qimasa-chi, u jamiyat o'ladi. Bir millat o'qimasa-chi, ölüdü. Allah subhanahu wa ta'ala ve Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın bütün emirleri qayılı hammasi haqiqiy ma'nodagi hayotlik uchun. Bu sebepten Allah subhanahu wa ta'ala Qur'on Karimda dedi: "Ey Allohga ishongan kishilar, Allah va Allohning elchisi sizlarga hayotlik beradigan, haqiqiy ma'nodagi hayotlik beradigan ishga chaqirsa, uningga tezlikda ovoz qo'shinglar, uni tezlikda icra qilinglar" deb Allah subhanahu wa ta'ala va uning payg'ambari buyurgan ishlarniki bizga haqiqiy hayotlik beradiganligini bu oyatda bizga ko'rsatdi. Allah subhanahu wa ta'ala chaqirgan bütün ishlarda hayotlik bor. Shuning ichida jihatdimi hayotlik bor. Hatto ko'p sonliq mufassirlarning so'ziga qarata bu oyat jihad haqida kelgan. Ya'ni Allah subhanahu wa ta'ala chaqirgan jihatda hayotlik bor degan. Qanday hayotlik bor? Uni odam o'ltirish tursa, buni realligimizda ham ko'raymiz. Biz Uyg'ur xalqi 70 yildan beri bir ko'lamli shaklda jihad qilib baqdik zalimlarga qarshi. Bakmadık. Cihadın taşıldık o mesela. Yok bizde cihad. Şunda vatanımızda. Hem Afganistan halkı deyimiz, yeni azat olan Suriye halkı deyimiz. Ular cihad kıldı mı kılmadı mı? Kıldı. Hem de hazır nerede hayatlık var qarab bakalım. Cihad kılmagan 70 yılının yağı Uygur cemiyeti de hayatlık var mı? Bizim vatanımızda hayatlık var mı? Üstüde. Qaq köz üstün. Kılgan bazı bir hayatlıklar, bazı bir uyun tamaşalar boğan bilen bizning vatanımızın astı türüme. Bizning vatanımızın astı lagerlarga düşüp ketken. Bizning vatanımızda haqiqiy ma'nodagi hayatlık yok. Üstü uçuq türmege aylangan bir yer. Neçe milyon xalq lagerlarga usulandı. Neçe milyon xalq öldürüldü. Demek Allah çağırgan cihatdimi? Hayatlık var mıken? Var eken. Afganistan qarab baqala 20 yıl uruş qildi. Taraqqiyotning shunchalik keyinda qoldi. Shu tuzuk kiyim kiyishga taqib fursat yaratib bo'lolmadi, erishib bo'lolmadi. Ammo Allah subhanahu wa ta'ala chaqirgan jihat ovoz qo'shib, zalimlarga qarshi urush qildi. Bu yerda hayotlik bo'ldimi, bo'lmadimi bugungi kunda? Hayotlik bo'ldi. Endi yaqin azat bo'lgan Suriyaga qarab baqaylik. Allah subhanahu wa ta'ala chaqirgan jihad, chaqirgan ovoz qo'shib jihad qildi. 13 yil atrofida, 14 yil atrofida urush qildi. Qon to'kildi, ammo oxirgi natijada bugungi kunimizda hayotlik bo'ldimi? Hayatlık bo'ldi. Bugungi kunimizda Allah subhanahu wa ta'alaning bu oyati amaliy shaklda aks etyapti. Biz aqlimizdan bunda qarab, "Yo'q, bunda qilsa qon to'kildi" degan deb o'ylaymiz. Allah hammani yaxshi biladi ekan. Agar bizning kallamiz bo'yicha Allah subhanahu wa ta'ala degandek jihad qilmasak, buni odam o'ladi ekan deb hayotlik bo'lgan bo'lsa, bizning vatanimizda necha million xalq o'ldirilmagan, necha million xalq lagerga kirmagan bo'ladi. Ammo Allah buyuribdi, buningda chuqur bir hayotlik bor ekan deb jihad qilgan xalq bugungi kunimizda haqiqiy ma'nodagi hur erkin holatda
bir hayatlıkka erişiyotidir. Demek en addisi bir şahsi ibadetlerimizden başlap, yukarısı bizge hayatlıkni öldürüdüğündek görüngen cihat ibadetidir mu? Yani Allah buyurgan bütün işlerinin ba hayatlık ba. Manen iman keltirişimiz gerek. Şunu Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de kapırlarını, imanın kirmegen kişilerini, Allah'ın çağrığı avaz koşmayan kişilerini ülük koştudu. Evemen kâne meyten feahyeyna. Kapırlar ülük. Allah Teala olanı iman bilen tirildirdi. Demek iman her bir şahçıları, her bir buyruğu bizge hayatlık biridir. Ve şundakla ebedi hayatlık biridir. Mesela şahsi ibadetini tatıp yukarısı cihad desek. Ma dünyada birisi kalbimizge, birisi ruhimizge, birisi cemiyetimizge, birisi halkımızga hayatlık bergen bolsa, o dünyada çeksiz, ölümsüz boğan ebedi hayatta cennetin ibaret ma hayatlıkını biridir. Mesela uruş kıldı, cihat kıldı, şehit oldu. Ma hayatta hayatlık tügüdü o ama ebedi hayatta, çeksiz hayatta cennet giriş arkalık hakiki manadaki hayatga erişti. Demek Allah subhanahu wa ta'ala'nın buyruğunu mana muşhil iddia tunuşumuz gerek. Ayran davamında Allah subhanahu wa ta'ala ve'alemu ennallaha yahulu beynel mer'i ve kalbihi ve ennehu ileyhi tuhşerun. Ey Allah kişengen kişiler, ey Uygur Müslümanları, bilip kuyanlar Allah subhanahu wa ta'ala bir kişi bilen kalbinin oturusda tusalgı bulalaydı deydi. Demek Allah subhanahu wa ta'ala bizning kalbimizni mutlaq baş qo'shishga qodir. O'zi xohlagan ish qilishga qodir. Lekin Allah subhanahu wa ta'ala qanday qildi? Bizga ixtiyorlikni berdi. Namoz o'qi, zakot ber, jihad qil, harom yo'lda mangma, aroq ichma, zaharlik chekma degan o'xshagan nurg'un buyruqlarni qo'ydi, cheklamalarni qo'ydi va shundaqla qalbimizning bash qo'shish huquqini, ya'ni iroda huquqini bizga berdi. Demak Allah subhanahu wa ta'ala bizni izzatlab, o'zi bizni boshqara olsimi, bizni nima ish qilishga, nima ish qilmaslikqa bizni majburiy olsimi, ixtiyorlik berish orqali bizni izzatladi. Shuni Allah subhanahu wa ta'ala bilib qo'yinglar. Allah taala bir kishi bilan uning qalbini o'tirib tusalg'i bo'la oladi. Lekin Allah subhanahu wa ta'ala unda qilmadi. Ya'ni qalbinglarningki, irodanglarning boshqa huquqini sizga berdi. Siz izzatlangan holda Allohning va Allohning payg'ambarining chaqiriq ovoz qo'shish orqali jannatga kiringlar deydi. Bu bir ma'nosi. Yana bir ma'nosi shu, agar Alloh subhanahu va taolo va uning elchisi bo'lgan bizning payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom chaqirgan chaqiriqlarga ovoz qo'shmasanglar, bilib qo'yinglar, Alloh subhanahu va taolo inson bilan qalbingizni o'tirishda tusalg'i bo'la oladi, sizni haq yo'ldan qarvetidi deydi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de deydi o mesela. Allah xalağın kişini azdırdı, xalağın kişiye hidayet berdi. Qanday kişini azdırdı? Allah subhanahu wa ta'ala mana moşunda ochiq haqiqatlarni bayon qilsa, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ochiq haqiqatlarni bayon qilsa, bu Allah Teala bayon qilgan haqiqatlarningki amaliyati, realligi atrofimizda yuz berib tursa, mushuni ko'rib turib, haqiqat yo'ldan mangmasak, Allah buyurgan ishlarni qilmasak, Allah cheklagan ishlardan yanmasak, Allohdan keyin Allah subhanahu wa ta'ala bizning qalbimizni qanday qiladi? Haq yo'ldan qarvetidi deydi. Falamma zaghu azaghallohu qulubahum. Ular yo'ldan chaqnamadi, Allah subhanahu wa ta'ala ularning qalbini burvatdi deydi. Demak Allah subhanahu wa ta'ala yuqorqi oyatda Allah va Allohning payg'ambari chaqirgan narsada hayotlik bor ekanligi, uningga tezlikda javob qaytarishning kerak ekanligini bizga eskartib bo'lgandan keyin bilib qo'yinglar. Agar sizlar ana shunday chaqiriqlarga ovoz qo'shmasanglar, Allah subhanahu wa ta'ala insonning qalbiga hukmron bo'la oladi, qalbini burutalaydi. Buni bilib qo'yinglar. Va annahu ilayhi tuhsharun. O Allah qaytislar deydi. Endi Allah subhanahu wa ta'ala buyurgan, payg'ambari buyurgan, bizda hayotlik bo'lgan, haqiqiy ma'nodagi bizga hayotlik beradigan ishlarni qilmasakmi, qaytish yo'q. Yana shu Allah subhanahu wa ta'alaning qashig'iga bormay, amal yo'q. Demak Allah subhanahu wa ta'ala bizni haqiqatan izzatlayapti hozir. Ixtiyorlikni berib, eskartib, Allah subhanahu wa ta'ala chaqirgan va payg'ambar chaqirgan ishni qilmasanglar, Alloh taolo qalbinglarni buyurib o'tadi. Insonlar bo'lsin, yana men qaytislar deb Allah subhanahu wa ta'ala bizlarni, biz Uyg'urlarni ogohlantiryapti. Shuning uchun nima qilishimiz kerak? Har vaqt Alloh subhanahu va taolaning chaqiriqi va payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning chaqiriqiga imkoniyatimizdan yetkincha tirishimiz kerak. Va shundaqla qalbimizdan burilib ketmaslik uchun Alloh subhanahu va taolaga doim eslatib turishimiz kerak, duo qilib turishimiz kerak. Bundan ma'sum bo'lgan bizning payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam eng ko'p qilgan duo qaysi edi? Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ey qalblarni o'rib chiruvchi, qalblarni boshqaruvchi Allah, mening qalbimni diningda mustahkam qil deydi. Demak, biz nimaga xotirjam? Allah'ın peygamberi şundaq dua qılayotganda inson ba'zi vaqtda bir jaholatni yaxshi ko'rib qilishi mumkin. Xato bo'lgan bir yo'l uning choyliq ko'rib qilishi mumkin. Ammo ana shu choyliq ko'rsatdigini, bizning qalbimizning qizdig'ini Allah subhanahu va taolo bo'g'achqa har vaqt Allah subhanahu wa ta'alaga Rasululloh qilgandek duo qilib turishimiz kerak. Ondan keyin Allah subhanahu wa ta'ala ana shundaq Allah va Allohning payg'ambari chaqirgan, uningda haqiqiy hayotlik bo'lgan, shundaq ishlarga chaqirgan vaqtida darhol uningga ijobat qilinglar, darhol uning ovoz qo'shinglar, uni ijro qilinglar deb bo'lgandan keyin qalblarni Allah subhanahu wa ta'alaning boshqa qo'ydiganligini biz eskartib bo'lgandan keyin uningdan boshqa bir amal yo'q ekanligini, har birimizning o'lib ketadiganligini, o'lgandan keyin Alloh taolaning oldiga boradiganligimizni eskartib bo'lgandan keyin ma dunyodagi azobdan bizni ogohlantiryapti. Nima deydi? Vattaqu fitnatan
fitnatan la tusibannallazina zalamu minkum khassah wa'lamu annalloha shadidul iqab. Sizlarning ishinglardan zolimlar bilan cheklanmaydigan Allohning azobidan qo'rqinglar deydi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo va uning elchisining chaqiriqiga ovoz qo'shmay, Alloh taolo buyurgan ishlarni qilmay, uzgu zulm qilgan zolimlar bilan cheklanmaydigan, shu jamiyatga umumiylik qildigan Allohning azobidan qo'rqinglar deydi. Bugungi Uyg'ur jamiyatimiz qarab boqadigan bo'lsak, bu diniy xizmatlar, ustimizga yuklangan bu vatan xizmati, vatanimizdagi mazlumlarga yordam berish xizmati, mush xizmatlar bir-birlik kishilarning ustiga yuklansa va shundaqla chet elga chiqqandan keyin Uyg'ur xalqi islomdan yiroqlashsa, faqat bir-birlik kishilarlar iymonni saqlab qolgan bo'lsa, ya'ni Alloh subhanahu va taolo chaqirgan ishlar ma'lum bir kishilarning ustiga yuklanib qolgan bo'lsa, bu vaqtda Alloh subhanahu va taolaning azobi u ummatninki, u millatning hammasiga bo'ladi. Faqat o'zga zulm qilgan, Allohning chaqiriq ovoz qo'shmagan kishilarga zulm qilgan kishilar bilan cheklanmaydi u. Bir millatning hammasiga bo'ladi. Wa'lamu annalloha shadidul iqab. Bu xit yashagan Uyg'ur musulmonlari bilib qo'yinglar, Allohning azobi qattiq deydi. Bir jamiyatda biz o'zimizni saqlasak, iymonimizni saqlasak, xalqlar nima qarimiz? Nima uchun bu xalqimizning hammasi uyg'onmasa, o'zining mas'uliyatini ado qilmasa, ibodatlarga sal qarasa, iymondan chekinib ketsa, nima uchun biz billa Allohning azobiga uchrab ketamiz? Chunki biz bir kimidik kishilar. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom buni tushuntirib mundaq deydi: "Masalul qoimi ala hududillah wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu ala safina." Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ular shundaq bir kishilarga o'xshaydiki, kimida ular chak tashlagan, fa asqaba ba'duhum a'laha va ba'duhum asfalaha. Ba'zilariga üstü chiqdi, kemining usti qavati. Ba'zilariga osti chiqdi. Fakana allazi fi asfaliha idza istaqaw min al-ma'i marru ala man fawqahum deydi. Ma pastki kishilar su olmoqchi bo'lsa, ustiga chiqib, chilak tashlab, mushundaq oladi ekan. Bu xil shakldagi suv olish jarayonida ustidagi kishilarga aziyat beradi ekan. Faqalu law anna kharaqna fi nasqibina kharqan wa lam nu'zi man fawqana. Hay, biz ustiga chiqib, su olamiz deb ustidagi kishilarga aziyat berib yumay. Ha, pastlam, tishiblam, mishiyadlam su olmaylimi? Dedi. Fayyatrukuhum wa ma aradu halaku jami'a dedi. Agar ustidagi kishilar mushuni ko'rib turib, pastki kishilarningki suv olamiz deb kimin tashkilini ko'rib turib, tashlab qo'ysa, halaku jami'a, ular billah halok bo'lib ketadi. Va in akhadu ala aydihim najaw. Agar uning qo'lini tutsa, unda qama, biz bir kimidagi insonlar deb ani xato ishini to'ssa, hammasi qutladi deydi. Demak, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu oyatimizga tafsirlab beradi. Ya'ni bir jamiyatda buzuqchilik ko'paysa, iymondan chekinish ko'paysa, Allohning buyrug'ini ijro qilmaslik ko'paysa, islomdan yiroqlashish ko'paysa, bir-birlik kishilar o'zining iymonini saqlab turgan bo'lsa, iymondan chiqayotgan, dindan yanayotgan, islomdan yiroqlashayotgan kishilar hech qanday bir tadbir qo'llanmasa, o'zining iymonidan bo'lsa, bu vaqtda Allohning azobi hammamizga bo'ladi. Ba'zi kishilar oyatni xato o'rniga qo'yib, xato tushuncha keltirib chiqishi mumkin. Masalan, Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda: "Ya ayyuhallazina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum." Ey Alloh ishongan kishilar, o'zinglarni gunohdan saqlanglar. Boshqalar ezib ketgan bo'lsa, ular sizlarga ziyon yetkazmaydi degan oyatni xato o'rniga qo'yib, biz o'zimizning iymonini saqlaymiz. Kishilar bilan nima qarimiz? Hammasi o'z holi qo'y deydi. Bular bu Turkiya jamiyatining oyati ko'p. Jannatda ayrim, do'zaxda ayrim. Jannatda ayrim bo'lgan bilan, do'zaxda ayrim bo'lgan bilan, u mening jamiyatimga tava bir inson, u mening millatimga tava bir inson. Bizning taqdirimizni tutash yerlari bor. Shuning uchun ma Uyg'ur millati dindan chiqib ketsa, millatni dinga qaytarish hammamizning mas'uliyati. Uyg'ur millati bir xatolik yuz bersa, bu hammamizningki mas'uliyati. Mana mush oyatni xato dalil qilib, o'zlaridan ko'paylangan kishilar qarta Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Allohga hamd va sana aytib bo'lgandan keyin, ya ayyuhan nas, ey xaloyiqlar, sizlar mush oyatni o'qiysizlar. Ya'ni ya ayyuhallazina amanu alaykum anfusakum. Ey Allohga ishongan kishilar, sizlar o'zinglarni xatolikdan, gunohdan saqlanglar. Boshqalar ezib ketgan bo'lsa, u sizlarga ziyon yetkazmaydi degan oyatni o'qiysizlar, ammo uni xato o'rniga qo'ysizlar. Ya'ni uni mas'uliyatsizliklarga qo'yisizlar. O'zinglardan musulmon bo'lib, jamiyat bilan qaringlar bo'lmaslik. Mana bu shundaq ishlarga qo'yisizlar. Va inni sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Men haqiqatan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan angladim. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom deydi: "Innan nas idza ra'ul munkar." Kishilar munkarni ko'rsa, va la yughayyirunahu, uni o'zgartmasa, awshakallohu azza va jalla ay ya'ummahum bi'iqabi. Allah subhanahu wa ta'ala ularga azobning hammasini qanday qiladi? Yaqin qiladi. Hammasidan azoblaydi deydi. Bu vaqtda Hazrat Aisha radhiyallohu anha aytdi, hammamizning xiyol qilgan bir savolni so'ragan. Shundaq bir jamiyatda munkar ko'paysa, islomdan yiroqlashish ko'paysa, tuzkorlik ko'paysa, mas'uliyatni ado qilmaslik ko'paysa, hammasiniki halok bo'lganlar haqida deyilgan vaqtida Hazrat Aisha dedi: "Afinas solihun." Uning orasida yaxshi kishilar bor, taqvodor kishilar bor, mas'uliyatni ado qilgan kishilar bor deb so'ragan vaqtida payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom u qiyomat kuni niyati qarta hashir qilinadi degan. Ya'ni yaxshi kishilar ma dunyoda umumiy halok qilinadi, ammo oxiratda
ularga zulm qilmaydi. Qilgan ishiga qarta savob va ajr oladi degan. Demak, bu oxiratdagi ish, ammo mohiyatda bir jamiyatda umumyuzli shaklda chekinish yuz bersa, bu diniy xizmat ma'lum kishilarning ustidan yuklanib qolib qolsa, jamiyat buningga birlikda hamdamda bo'lmasa va shundaqla ma'lum kishilar o'zining iymoni bilan, o'zininki ibodatlari bilan kupoyinib, xato ishlarni to'smasa, munkarni o'zgartmasa, jamiyatdagi buzish qarta bosh qatirmasa, tirishchilik ko'rsatmasa, Alloh subhanahu va taolo degandek, Allohning qilgan azobi faqat xatolik o'tkazganlarga ham kelmaydi. Mana shundaq Allohning azobidan qo'rqinglar deydi. Andiki Alloh subhanahu va taolo biz Uyg'ur musulmonlarga, ya'ni zulmdan qutulib o'zimizning kimligini unutib qolgan, hammamiz o'zimiz bo'yicha yashayotgan, millat g'amini qilishdan yaltiyotgan Uyg'ur musulmonlarga Alloh subhanahu va taolo bizning kimligimizni eslatib, "Vazkuru iz antum qalilun mustada'afuna fil ard." Ey Uyg'ur musulmonlari, unutib qolmanglar, aslanglar, iz antum qalilun mustada'afuna fil ard. Ayni davrda sizlar oz edinglar. Sizlarga o'xshash taqvo kishilar, iymonni ching turgan kishilar, ana shundaq zulm bo'lsa-mu, ana shundaq badallantirilsa-mu, iymonni mustahkam turgan kishilar mustada'afuna fil ard. Sizlar yurtinglarda zulm qilingan, buzaq qilingan sizlar. Taxafuna ayataxattafakumun nas. Sizlar kishilarning, ya'ni dushmaninglarning sizlarni tezlikda tutib achkitishidan qo'rqatdinglar. Qo'rqam dedik, hali birisi kirib achkitami, hali birisi tutib olami deb ansiramtoq, dal ansiraytdi. Alloh subhanahu va taolo oyatda dal bizni sifatlab atadi. Fa'awakum. Alloh subhanahu va taolo sizlarga ana shundaq oz buzaq qilingan, pushtumni tutib achkitadigan yerdan urum berdi. Bazılarımızga Türkiyani berdi, bazılarımızga Yevropani berdi, bazılarımızga Amerikani berdi, bazılarımızga Saudiya. Demak, qandalan bo'lmasin, qaysi xil jo'grafiyada yashayli, dinimizni erkin yashayoladigan bir o'rinni bizga Alloh subhanahu va taolo berdi. Dal Alloh subhanahu va taolo bizning ahvolimizni sifatlayapti-da. Va ayyadakum bi nasrihi. O'zining yordami bilan bizni kuchlantirdi. Biz chiqqandan keyin kimliksizlik masalan. O'zimizning kimligini isbotlayolmaydik. Nurg'un kishilarning nurg'un qiyinchiligi batdi, ammo bag'ayda hammamiz o'xshamagan shaklda nurg'unlagan yordamlarga erishdik. Nurg'unlagan imtiyozlarga erishdik, nurg'unlagan qo'limizda bo'lmagan ba'zi ishlarga erishdik. Ammo biz tuzko'rlikqa petib ketgan bo'lg'achqa, chet el hayotida to'xtamay qaqshash ko'p. Nimada his qilolmaslik ko'p. O biz vatanimizlik ahvol mundaqdi. Bir Qur'onni oshkor o'lik o'qiyanmaydik, diniy kitoblarni o'qiyanmaydik. Namozimizni o'zimiz xohlagan kishilar bilan birga to'plashib o'qiyanmaydik. Buzaq qilinatdik. Xalqa vaqti bizni tutib echkitdi. Ammo bugungi kunimizda qanchalik namoz o'qiyli, qanchalik so'zlayli, qanchalik haqiqatni deyli, qanchalik kitob o'qiyli, qanchalik kitob yozili, Allah subhanahu wa ta'ala mana bu shundaq yordamlar bilan bizni kuchlantirdi. Va razaqakum minat tayyibat. Va pak bo'lgan narsalardan Allah subhanahu wa ta'ala sizlarga rizq berdi. Allah subhanahu wa ta'ala nima uchun bizga buni aslanglar deydi? Sizlar mushundaq holatdan erkin bir dunyoga chiqdinglar, la'allakum tashkurun. Shukr qilishinglar uchun. Shukr qilinglar deydi. Ya'ni Allah subhanahu wa ta'ala zulmdan qutulgan millatning qildigan ishini bizga deb beryapti. Vatan ishidagi millatningki, xalqimizning vazifasi nima? Zulm ostidagi xalqning, musulmonlarning vazifasi sabr qilish, chidamchan bo'lish. Iymonni mustahkam turish, zolimlarning o'yinlariga kelmaslik, zolimlar o'yin o'ynab, dindan yondirish har xil usullarni qo'llangan bo'lsa, uning qarshi chidamchan bo'lib, iymonni mustahkam turish. Ammo vatan sirtidagi zulmdan qutulgan kishilarning vazifasi nima? La'allakum tashkurun. Shukr qilish. Shukr qilish qanday bo'ladi? Biz ana shundaq zulmga uchragan vaqtimizda qilinmagan nurg'un ishlarimiz bor. O'qigan kishilar raus o'qiyanmagan diniy sohada. Pul topgan kishilar millat uchun qo'rqmay pul xarjlayanmagan. Ziyolilar voy yazsaq unda bo'ladi, bunda qil deb nurg'un narsalarni yozolmadik degan. Endi bugungi kunimizda hamma sohadan kishilar chet elga chiqdi. O'quvchilar va, tijoratchilar va, ziyolilar va, hamma kishilar va. Endi bugungi kunimizda qildigan ishimiz shukrninki birinchisi bo'lsa ana shundaq har birimiz millatimiz uchun qilamagan, dinimiz uchun qilamagan xizmatlarni qilish shukrning bu birinchi qadami. Demak, shukr qilish har bir sohadagi odam ma zulm ostidagi xalqi uchun bir xizmat qilish, qo'ldan kelganini qilish. O'quvchisi yaxshi o'qish orqali o'zini millat uchun xizmat qilishga hozirlash. Tijoratchilar halol yo'ldan pul tepish orqali topgan pullarini millat uchun xarjlash, din uchun xarjlash. Vatanda xohlagancha xarjlay olmaydi. Ba'zilar ansirab xarjlanmaydi. Ammo xarjlagan yana xarjlaydi. Ammo chet elga chiqqandan keyin sizga hech bir to'salg'i yo'q. Endi ziyolilar va ziyolilar vatanda cheklimi va boy xizmatning taqozosi degan har xil bahonalar bilan nurg'un narsani yozolmaganligini aytadi. Chet elga nurg'un ziyolilar chiqdi. Qani bu ziyolilar bugungi kunimizda. Bu qumga singib ketgandek singib ketdi. Bu chet eldagi ziyolilar nima uchun bir narsa yozmaydi? Bizga o'xshash zulmga uchragan xalqning ziyolilari degan dastan yozish kerak. Shoirlar degan bu zulmlarni sifatlab she'rlarni yozib o'tish kerak. Afsuski bugungi kunimizda jamiyatimiz qarab qoladigan bo'lsa, hamma sohada bir ulug'lik bor. O'quvchisimi ulug', tuzuk o'qimaydigan, millat uchun kor qiladigan shaklda o'qimaydigan, o'rgatkichimi shunda, tijoratchilarmi hammasi millatdan qochadigan, millatning xizmati qilganlardan qochadigan, faqat o'zininki bir kishilik turmushi va yoki bir kishilik o'zininki atrofidagi kishilar va yoki mol dunyosida millat xizmatidan o'zini tortadigan shunday bir holatda ziyolilarchi hammamiz oldin o'zining bir kishilik turmushini yatkazib ondan qilma deb bugungi kunimizda hech qaysi yo'q. Voy nakatdinglar ziyolilar. Nima uchun chet elda bir narsa yozmaysizlar? Xili cho'ng ziyolilar ba'zi chet elda
Kögül olmaydı ulanı. Sizlarning vazifanglar ana shunday yezish orqali shukr qilish ey ziyolilar. Baylar, sizlarning vazifanglar chetlarga chiqqandan keyin ma millat uchun, ma millatni tirg tutadigan, o'yg'oq tutadigan urullar ulamdi, ijtimoiy xizmat ulamdi, siyosiy xizmat ulamdi. Mushlarning keyinda turg'izish sizlarning vazifanglar. Da'vatchilar haqiqatni deyish ularning vazifasi. O'quvchilar ras o'qish orqali, yaramli odam bo'lish orqali shukr qiladi. Bu sizlarning vazifanglar. Her birimiz özümüzün vazifesi ada qilgan vaqtimizda, mas'uliyatimizni ada qilgan vaqtimizda, ondan keyin shukr qilgan bo'lamiz. Ondan keyin bizning millatning ahvolida o'zgar shu vaqtda bo'ladi. Ammo hammamiz o'lib olsak, hammamiz jim bo'lib olsak, oldidan bizningki ismimiz bosh bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo buni deb qo'ydi. Ikkinchi qilib bizning ahvolimiz nihoyat xatar bir ahvol bo'ladi. Yuqorida Alloh subhanahu va taolo deb qo'ydi. Nima dedi? O'ziga zulm qilganlar bilan cheklanmaydigan, hammanglarga umumiy qiladigan azobdan saqlaning deb qo'ydi. Agar bunda olib ketsak, Allohning azobi Uyg'ur millatining hammasiga keladi. Buni Alloh taolo oldidan bizga deb qo'ydi. Xo'sh, unda bo'lsa, o'quvchilarimiz tuzuk o'qimasa, azroq o'qib lekinde o'qishni yenib olsa, o'zining bir zulmdan qutulgan bir millatning avlodi ekanligini unutsa, o'zining boshqa millatlarga o'xshash xiyoli yasasi bo'lmaydiganligini esidan chiqarsa, tijoratchilarimiz o'zining bir mazlum millatning tijoratchisi ekanligini unutib, boshqa bir davlat va xotirjam millatga o'xshash bir kishilik ish bilan bo'lib ketsa, ziyolilar o'zining bir kishilik turmushi bilan bo'lib, millat oldidagi vazifasini ado qilmasa, qalamini ishlatmasa, bu vaqtda nima bo'ladi? Alloh subhanahu va taolo oyatning davomida bu xil kishilarning ismini atab qo'ydi. Ya ayyuhallazina amanu la takhunulloha var rasul va takhunu amanatikum va antum ta'lamun. Ey Allohga ishongan kishilar, ey Allohga ishongan musulmonlar, ey Allohga ishongan Uyg'ur musulmonlari, Uyg'ur musulmon tijoratchilari, Uyg'ur musulmon o'quvchilari, Uyg'ur musulmon da'vatchilari, olimlari, Uyg'ur musulmon ziyolilari Allohga va Allohning elchisiga xiyonat qilmanglar dedi. Demak, nima bo'ldi ekan? Ismimiz xiyonatchi bo'ldi. Bugungi kunimizda millatimiz uchun bir ish qilmasak, hammamiz o'z oldimizga bilan bo'lib ketsak, millatimiz uchun bosh qaturmasak, bizning ismimiz xiyonatchi ekan. Ey Alloh ishongan kishilar, Allohga va Allohning elchisiga xiyonat qilmanglar. Va takhunu amanatikum. Omonatga xiyonat qilmanglar. Sizlarning ustingizga yuklangan omonatga xiyonat qilmanglar. Har birimizning ustiga o'xshamagan shaklda omonat yuklanlik. O'quvchilarning ustiga o'qish, ziyolilarning ustiga yezish, boshqa o'xshagan hammamizning qo'ldan keladigan ishlarda hammamizga omonat yuklanlik. Biz jim turib olsak, shuk turib olsak, biz omonatga xiyonat qilgan bo'lamiz. Wa antum ta'lamun. Sizlar bilib turib. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo mana bu shunday mas'uliyatni ado qilish yo'lida, shukr qilish yo'lida biz duchor bo'ladigan imtihondagi eng qiyin sinoqlardan xabar berdi Alloh taolo. Alloh taolo oyatning davomida wa'lamu annama amwalukum va auladukum fitna. Bilib qo'yinglar, mollaringlar, pullaringlar va bolalaringlar bir imtihon deydi. Yani millet uchun xizmat qilaman va yoki shu bir badal to'layman, dinim uchun badal to'layman degan vaqtinglarda bollaringlar, mollaringlar yaxshilik yo'ldan sizlarni to'sab qo'yishi mumkin. Alloh yo'lidagi bir xizmatdan to'sab qo'yishi mumkin. Ma'lum bir xizmatning keyin turishdan u mollaringlar sababli sizlar keyingi yoltib qilishinglar mumkin. Bilib qo'yinglarki, o bir imtihon deydi. Yani Allah subhanahu wa taala bu oyat orqali malni va balni men sizlarga mana shunday imtihonga duchor bo'lishinglar uchun berdim. Hargizmi melinglarni deb, ballaringlarni deb Allah yo'lidagi xizmatdan, millat uchun ustinglarga yuklangan xizmatdan yaltaymanglar. Bu bir imtihon deydi. Yani insanın en aciz noktası mal ve bala. İnsan dikkat qilmasa, melim deb Allah yo'lidagi xizmatni yaltayib qilishi mumkin. Bugungi kunimizda bunun ta'siri ko'ryapti-ku masalan. Oy, melimga daxli etmasin deb nurg'un kishilar nurg'un xizmatlarning keyinib chekinyotidi. Millatning xizmatidan bosh tortyotidi, haqiqatni demayotidi, mas'uliyatni ado qilmayotidi. Ba'zilari bolarim deb Allah yo'lidagi xizmatni o'zini tortyotidi va shundaqla ustidagi mas'uliyatni ado qilmayotidi. Buni Alloh subhanahu va taolo bilgachga bizning mal qo'ygan, bal qo'ygan resmiyaligimizni bizni ogohlantiryotidi. Ey, Alloh yo'lini yenayotgan, pulim deb, melim deb, badan deb Alloh yo'lini yenayotgan kishilar, bu bir imtihon. Va annalloha indahu ajrun azim. Bilib qo'yinglar. Sizlar Alloh yo'lida xizmat qilsanglar, Alloh subhanahu va taolo meni erkin dunyoga chiqibdi. Men buning bir shukrisini ado qilaman deb bir ish qilsanglar, mal siniga duch kelsanglar, bola siniga duch kelsanglar, shuni eslanglarki, sizlar ma'lum jihatda meninglarni ziyon talsanglar, ma'lum jihatda bolalaringlarga bir ish bo'lib qoldigandek, mushundaq bir ahvolga duch kelib qolsanglar, annallohu indahu ajrun azim. Allohning qashdagi ajrinki eng katta ekanligini eslanglar. Ma'lum mollaringlar ziyonga uchrashi mumkin, va uchramasligi mumkin, ammo shu esinglarda bo'lsinki, bu shukr qilishninki ajri nihoyat katta. Allohning qashdagi ajri azim, eng buyuk deydi. Demak, Alloh subhanahu va taolo bu oyatda bizning bugungi ahvolimizni aniq isbotlayapti. Masalan, bugungi kunimizga qarab qaradigan bo'lsak, vatanning yo'llari biroz eshilyapti. Ba'zi kishilar ma'lum ishlarni ba'zi ishlarni yaltiyotidi. Shunday-ku, ba'zi mas'uliyatlardan voz kechiyotidi. Alloh taolo nima deydi? Fitna, imtihon bu. Bu imtihon degandan qiyinchilik yo'q. Hech qanday badal to'lamay, hech yerimiz og'imay, unda o'tadigan ish yo'q.
Bunun bir bedeli var. Allah'a tevekkül kılsak Allah subhanahu wa ta'ala nurgun biz oylagan işlerden saklaşı mümkün. Şunisi inakki Allah'ın kaçtık ecir en büyük. Andaki Allah subhanahu wa ta'ala bu imtihandan ötüş üçün Allah'a şükür qilish yolda biz ilim elishga tegishli. Çuqum bizde bo'lmasa bo'lmaydigan yiqilg'uni xabar beradi. Eng muhim yiqilg'u va uzuqni xabar beradi. O qaysi? Ayatning davomida Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana va yukaffir ankum sayyi'atikum va yaghfir lakum vallohu zul fazl azim. Ey Allohga ishongan kishilar, ey Uyg'ur musulmonlari, agar sizlar Allohga taqvodorlik qilsanglar, ya'ni taqvodorlikni o'zingizlar yetildirsanglar, yaj'al lakum furqana. Allah subhanahu wa ta'ala sizlarga haqq bilan xatoni, botilni ayiradigan bir basirat ato qiladi. Nimaning to'g'ri, nimaning xato ekanligini bilmay qolishinglar mumkin. Bu vaqtda to'g'ri qaysi, xato qaysi buni ayiradigan basiratni sizlar taqvo bo'lsanglar, Allah subhanahu wa ta'ala sizlarga ato qiladi deydi. Demak, shukr qilish yo'lida, mas'uliyatimiz ado qilish yo'lida bizda bu hech narsa nima ekan? Taqvodorlik. İntayin muhim. Taqvodorlikni qanday shakllantiramiz? Biz buni taqvodorlik darsida so'zlab bo'ldik. Qisqacha aytsak, Allah subhanahu wa ta'ala cheklagan şubahat qıçaqlıq işlardan yiroq turish orqali, ya'ni xususiy ibodatlarda biz taqvodorlikni shakllantiramiz. Va yukaffiru ankum sayyiatikum. Va Alloh subhanahu va taolo sizlarningki yomonliklaringlarni o'chiradi va sizlarga mag'firat ato qiladi. Ya'ni sizlarni kechirim qiladi, afv qiladi. Vallohu zul fazl azim. Alloh subhanahu va taolo bo'lsa buyuk fazl egasi. Büyük katta savab egisi. Demek bu şükür qilish yo'lida, ya'ni shaxsiy ibodatimizdan boshlab, namozdan boshlab, yuqorisi o'sha jihatga chiqib bo'lgan mush yo'llarda bizda bo'lmasa bo'lmaydigan, haqiqatni ayirib menish uchun, kurab menish uchun bizda bo'lmasa bo'lmaydigan narsa ekan, taqvodorlik. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo yana bizga ba'zi narsalarni eslatib bizningki burunqi ishlarni eslatib bizga. Wa iz yamkuru bikallazina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. O'z vaqtida sizni kafirlar qamoqqa elish uchun, turmaga sulash uchun hiyla-mikr ishlatgan deydi. Aw yaqtuluk, o'ltirish uchun hiyla-mikr ishlatgan, aw yukhrijuk, yurtingizdan chiqarish uchun hiyla-mikr ishlatgan. İşletmaganmi? Vatandagi vaqtimizda bizda turmush qilish uchun har xil bahonalarni qilgan, har xil hiyla-mikrlarni ishlatgan, aw yaqtuluk, o'ltirish uchun nurg'ulg'an hiyla-mikrlarni ishlatgan, aw yukhrijuk, bizni yurtimizdan chiqarish uchun nurg'ulg'an o'yinlarni o'ynagan. Hatta mush qatim masalan 10 minglab kishilarningki pasportsiz holda chegirdan chiqishi balkim shularningki bir hiyla-mikr bo'lishi mumkin. Mushu taqvodor kishilar, kallasi o'yg'oq kishilar mushu vatandan chiqsa, ondan keyin biz siyosatimizni yurgizalaymiz degan shaklda hiyla-mikrlarni ishlatgan bo'lishi mumkin. Alloh subhanahu va taolo dal shu ahvolni isbotlayotdi. Va yamkurun, ular hiyla-mikr ishlatgan, va yamkurulloh, Alloh hiyla-mikr ishlatdi deydi. Demak, Alloh subhanahu va taolo bu oyat orqali ey Uyg'ur musulmonlari, ilgari kafirlar sizlarni turmaga sulash uchun, o'ltirish uchun, yurtinglarni qo'g'lash uchun nurg'un hiyla-mikr ishlatgan. Va yamkurulloh, Alloh hiyla-mikr ishlatdi. Masalan, nurg'ulg'an kishilarni chet elga chiqib bilan yo'q qilib o'tamiz va yoki har xil yagaslar bilan o'ltirib yo'q qilamiz deb hiyla-mikr ishlatdi. Va yamkurulloh, lekin Alloh subhanahu va taolo hiyla-mikr ishlatdi. Unda kafirlarning degandek bo'lmadi. Hamma kishilar o'lib tugimadi. Alloh subhanahu va taolo ularga yordam berdi. Kafirning hiyla-mikridan ensirgan bo'lsanglar, shuningga ishoninglarki, Alloh hiyla-mikr ishlatdi. Bu kafirlarning hiyla-mikri ustida Allohning hiyla-mikrisi bor. Ya'ni biz bugungi kunimizda ba'zi ishlardan ensirab qolgan bo'lsak, voy hozir Xitoy uni qilib o'tibdi. Hozir Xitoy buni qilib o'tibdi. Bunda o'yin o'ynayotibdi deb ensigan bo'lsak, menga yo'limizni ikkilanib qolgan bo'lsak, hozir jim turli deb o'ylab qolgan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo eslatib, ayni davrdan ishlatgan kafirlarga hiyla-mikr, turmushlar uchun, o'ltirish uchun, yurtni qo'llab chiqarish uchun. Alloh o'lg'ini hiyla-mikr ishlatdi. Unda bo'lmadi. Bugungi kundami kafirlar uchun nurg'un uyallarni o'ynaydi. Nurg'un hiyla-mikrlarni ishlatadi. Vallohu xayrul makirin. Shuning xotirjam bo'linglarki, hamma ish kafirlarning degandek bo'lmaydi. Hamma ish kafirlarning ishlatgan hiyla-mikrdek bo'lmaydi. Alloh eng yaxshi hiyla-mikr ishlatguchi. Uning hiyla-mikri, uning o'yini ustida Allohning o'yini bor deydi. Shuning uchun qalbinglarni Allohga bog'lab, Alloh yo'lida, shukr qilish yo'lida menglar deydi Alloh subhanahu va taolo bu oyatda. Alloh subhanahu va taolo hammamizni bu oyatni anglab, tushunib, amal qilishni nasib qilsin Alloh subhanahu va taolo va yo'limizni topib qilishni nasib qilsin Alloh subhanahu va taolo. Alloh taolo bu darsimizni manfaatli qilib bersin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.